o'zi 30 yoshdan keyin, 40 yoshdan keyin umuman boshqacha kremlar ishlatish kerak-da. To'g'ri tanlashni bilish kerak. Bilmasangiz natija ola olmaysiz. Mana shu kurs sababli ancha bilim oldim va nima xato qilyapman, nima to'g'ri qilyapman o'rganib oldim. Hozir mana shuni ko'zimni tagiga qo'yib ko'ramiz. Odamgacha motivatsiya kerak-da. Biz ayollar olamiz shuncha zo'r narsalarni, lekin ishlatmaymiz, yuzimizga parvarish qilmaymiz. Keyin yugurib borib kosmetologga borib, palon pulga o'sha 300, 400, 500 dollarlarga ukollar olamiz. U ukollar foydalimi, zararimi bilmaymiz. Odam qo'rqadi. Hozir mana shuni qo'yamiz ko'z tagiga. Baliqqa o'xshaydi. Shilimshiq baliqcha.